Bismillah. Mana Zangatada Zangata solinishida 20 kilovatlik quyosh stansiyasi o'rnatilish jarayoni. Xudo xolasa mana karkaslarimiz bitdi. Mana temirlarimiz, profillarimiz 3x5. Pastlari polni hammasi 4x4, 2x4. Bunaqa profillar ishlatilmagan. Mana balkalarimiz hammasi baquvvat. Ustiga ramkalari ham mana qarang. Ko'p joyda emas, aksariyat joylarda o'zi bu panel yotadigan qismi 2 qator qo'yiladi. Bizda 3 qatordan qo'yildi. Xudo xolasa. Mana pastlarini hammasi shpilkaga olinib, pastdan qistirilib, xudo xolasa juda ham baquvvat holatda bo'ladi. Jinko panellar tomga chiqarib olindi, xudo xolasa 620 wattlik Jinko panel 33 dona 3 qator. Bu tomda yetmagani mana tepada qo'yiladi, xudo xolasa. O'g'illarimiz kraskalash ishlarini olib boryapti. Xudo xolasa bir ertaga bitiramiz degan umiddamiz, xudo xolasa. 3 ta gruppa bo'ladi. 11 ta paneldan